Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. E'tiboringiz markazida Futbol vaqti kanali. Do'stlar, bugungi videomizda siz Muhammad Salahning mana bu fantastik goli, undan tashqari Roberto Carlosning takrorlab bo'lmaydigan tarzda urgan mana bu ajoyib goli, Gareth Balening asr goli nominatsiyasiga loyiq topilgan super gollardan biri. Undan tashqari boshqa futbolchilar tomonidan urilgan jami bo'lib 15 ta takrorlash qiyin bo'lgan dahshatli va fantastik tarzda urilgan ajoyib gollarga guvoh bo'lasiz. Bu gollar asrning eng chiroyli gollar nominatsiyasidan joy oladigan super gollar. Diqqat qiling, bugun biz sizlarga futbol tarixida urilgan, takrorlash imkonsiz bo'lgan 15 ta eng chiroyli gol videosini taqdim qilamiz. Agar siz tayyor bo'lsangiz, biz juda ham qiziqarli bo'lgan videoni boshlaymiz. 15-o'rin. Muhammad Salah endigina yulduzlik darajasiga yetayotgan paytda u Roma jamoasida porlagani barchangizga ma'lum. Ana shu Roma jamoasida o'ynab yurgan paytlarda Muhammad Salah Palermo jamoasi darvozasiga mana bu shedevr golni joylab qo'ygan. Bu golni Muhammad Salah ataylab urganmi yoki tasodifan ajoyib tarzda urilgan golga mualliflik qilganmi, bunisi bizga qorong'u. Lekin mana bu golni takrorlash juda ham qiyin. Shuning uchun ham bu gol bizning reytingimizdan 15-o'rindan joy oldi. 14-o'rin. 2016-yilda Arsenal jamoasi Bolgariyaning Ludogorsk jamoasiga qarshi o'ynadi. Mana shu uchrashuvda Arsenal jamoasining futbolchisi Mesut Ozil shunaqangi chiroyli tarzda darvozabonni dog'da qoldirib gol uradiki, undan keyin ikkita futbolchini ham osongina dog'da qoldiradi. Xullas kalom, darvozabonga qo'shib ikkita himoyachi ham ajoyib tarzda aldab o'tiriladi. Ayniqsa darvozabonni ajoyib tarzda aldab o'tgani bu golning chiroyiga chiroy qo'shib turibdi. Bunday golni urish hattoki Lionel Messiga ham orzu bo'lsa kerak. Aynan shuning uchun ham bu gol bizning reytingimizda 14-o'rindan joy oldi. 13-o'rin. Prince Boateng Las Palmas jamoasida o'ynab yurgan paytlarda asrimizning eng chiroyli gollaridan birini urdi. Shubhasiz, bu gol asrning eng chiroyli gollaridan biri nominatsiyasidan joy olishiga shubham yo'q. Chunki bu golga uzatmani amalga oshirilgan paytidagi uzatmaga bir qarang. Qanday chiroyli tarzda uzatma amalga oshirildi. Undan keyin esa Boateng qaychi usulida chiroyli qilib darvozaga bu golni joylab qo'ydi. Aynan shuning uchun ham bu gol bizning reytingimizdan joy oldi. 12-o'rin. Atletico Madrid hamda Juventus jamoasi to'qnash kelgan o'yinda Paulo Dybala Kimsan Yan Oblak darvozasiga mana bunaqa super gol joylab qo'yganini ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Bu golni takrorlash juda ham qiyin, chunki to'p deyarli darvoza chizig'i yonginasidan Yan Oblakning darvozasiga joylab qo'yilgan. Aynan shuning uchun ham bu gol bizning reytingimizda 12-o'rindan joy oldi. 11-o'rin. 2012-yilda Chelsea hamda Newcastle jamoalari to'qnash kelishadi. Mana shu uchrashuvda Pape Sese o'zi xohlab yoki xohlamagan tarzda Kimsan Peter Chech darvozasiga mana bu ajoyib golni joylab qo'yadi. Bu gol shubhasiz asrimizning eng chiroyli gollaridan biri. Aynan shuning uchun ham bu gol bizning reytingimizda 11-o'rinni egalladi. 10-o'rin. Asrimizning eng chiroyli goli deganda barchamizni ko'z oldimizga Dennis Bergkampning Newcastle jamoasi darvozasiga urib qo'ygan mana bu super goli kelsa kerak. Haqiqatan ham bu gol shubhasiz asrimizning eng chiroyli gollaridan biri emas, balki asrimizning eng chiroyli goli deb tan olsa arziydigan gol. Bu golni takrorlash uncha futbolchiga orzu. Lekin Dennis Bergkampning mana shu super goli bizning reytingimizda 10-o'ringa loyiq topildi. 9-o'rin. 2014-yilda Ispaniya Kubogi finalida Barselona hamda Real Madrid jamoalari to'qnash kelishadi. Mana shu uchrashuvda Gareth Bale shunaqangi ajoyib va fantastik golga mualliflik qiladiki, bu gol shubhasiz asrimizning eng chiroyli gollaridan biri. Bu gol birinchidan Barselona jamoasiga urildi, ikkinchidan bu gol Kimsan Ispaniya Kubogi finalida urildi. Mana shunday jabhalar ham bu golning qadrini yana ham oshirib yubordi. Lekin Gareth Balening ajoyib tezlik olib Victor Valdes jamoasi darvozasiga urib qo'ygan goli bizning reytingimizdan bor-yo'g'i 9-o'rinni egalladi. Endi tasavvur qiling, oldinda qanday chiroyli gollar sizni kutib turibdi. Bizni kuzatishda davom eting.
8-o'rin. Osiyolik futbolchilar ham Bale'nikidan chiroyliroq bo'lgan golga mualliflik qilishi mumkin. Masalan, Sonning 2019-yilda urgan mana bu super gol va aynan o'sha yilda Pushkash sovringa loyiq topilgan mana bu super goli Bale'ning golidan chiroyli bo'lsa chiroyliki, lekin uning golidan hech bir jabhada qolishmaydi. Birinchidan, Son ham xuddi mana shu masofadan tortib to'pni darvoza to'riga joylab qo'ydi. Ikkinchidan, yo'l-yo'lakay bir necha futbolchini aylantirib aldab o'tib mazasini qochirishga muvaffaq bo'ldi. Aynan shuning uchun ham bu gol bizning reytingimizda 8-o'ringa loyiq topildi. 7-o'rin. Milan futbolchisi Jermain Menezning urgan mana bu goli esa bir tomondan asrning eng chiroyli gollaridan biri. Ikkinchi o'rinda esa darvozabon va himoyachilarning ustidan ochiqchasiga kulib urilgan gollardan biri hisoblanadi. Futbolchi darvozabonni aldab o'tdi, lekin shu paytda to'g'ri darvozaga to'pni joylab qo'ysa bo'lardi. Lekin u futbolchi bu ishni qilmadi. Orqa machasiga turib, darvoza to'riga tovoni bilan to'pni joylab qo'ydi va aynan mana shuning uchun ham uning goli asrimizning eng chiroyli gollaridan biri bo'lib turibdi. AKPay telefonlarni sovg'a qiladi. Ilovani tavsifdagi havola orqali yuklab oling va 1-maydan 31-maygacha AKPay orqali oilangiz va yaqinlaringizga Rossiyadan O'zbekistonga istalgan summani o'tkazing va har hafta 2 ta Xiaomi Redmi 13S yoki bo'lmasam pul mukofotlarini yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Telegram kanalimizdagi sovg'alarni esa video ostidagi tavsifdagi havola orqali kuzatib boring. 6-o'rin. Mana bu super gol esa qo'shni Qozog'iston Respublikasi chempionatida Ardabasi jamoasi futbolchisi To'xtar Janglishbay tomonidan kiritilgan. To'ppa-to'g'ri aytib o'tishimiz mumkinki, bu gol Yevropaning manaman degan kuchli 5lik chempionatining eng zo'r futbolchilari orzu qiladigan darajada chiroyli urilgan. To'pni to'xtatishga va darvozaga joylab qo'yishga necha bu golni aynan shuning uchun ham bizning reytingimizda 6-o'ringa loyiq topdik. Olg'a Qozog'iston, mana shunday gollar bardavom bo'lsin. 5-o'rin. Celtic jamoasi futbolchisi Pablo Hernandesning urgan mana bu shedevr goli ko'proq asrimizning eng chiroyli goli emas, balki asrimizning tasodifan tarzda urilgan eng chiroyli gollari nominatsiyasiga loyiq topilsa kerak. Pablo balki bu golni ataylab urishga muvaffaq bo'lgandir. Balkim aynan shuning uchun ham bu golni biz reytingimizda 5-o'ringa loyiq topgandirmiz. 4-o'rin. Neuer bir paytlar Schalke 04 jamoasi sharafini himoya qilib yurgan paytlarda ham dunyoning eng zo'r darvozabonlaridan biri bo'lgan. Lekin o'sha paytda Schalke 04 hamda Inter jamoalari to'qnash kelgan o'yinda Neuer o'z karyerasi tarixidagi eng sharmandali golni o'tkazib yuborgan. Inter jamoasi futbolchisi Stankevich deyarli maydon markazidan turib Zidan uslubida Neuer darvozasiga super golni joylab qo'ygan. Bu gol esa asrimizning eng chiroyli gollari reytingida 4-o'ringa loyiq topildi. 3-o'rin. Harry Kane'ning gol sezish qobiliyati uncha-muncha hujumchilarda yo'qdir. Mana bu joyda esa Harry Kane yo'q joydan bor qilib gol urib ketgan. Harry Kane o'zi yiqilayotgandi, lekin yiqilayotgan bo'lsa ham bir amallab darvoza to'riga gol joylab qo'yishga muvaffaq bo'ldi. Aynan shuning uchun ham bu golni qiyinchiliklar bilan urganligi uchun ham bu golni biz eng chiroyli gollar reytingimizda 3-o'ringa loyiq topdik. Aytishingiz mumkin, Harry Kane'ning goli bu reytingda nima qilib yuribdi deshingiz mumkin. Do'stlar, keling, taqdirning o'zi bu futbolchini shuncha qiynagan yetmagandek, futbol vaqti ham qiynamasin. Shuning uchun ham bu golni biz reytingimizda 3-o'ringa loyiq topdik. 2-o'rin. Euro 2004da kimsan Gianluigi Buffon darvozasiga mana bunaqa super golni kim urib qo'yishi mumkin? Albatta, bunday super golni Zlatan Ibrahimovichdan boshqasi ura olmasa kerak. To'g'risini aytsak, Zlatan Ibrahimovichni har xil ajoyib va g'aroyib tarzda urgan gollari juda ham ko'p. Lekin mana bu goli Buffon darvozasiga urilganligi uchun ham bizning reytingimizda 2-o'ringa loyiq topildi. Haqiqatan ham asrimizning eng chiroyli gollardan biri aynan Zlatan Ibrahimovich tomonidan urilgan.
Birinchi o'rin. Sizlarni bilmadim-u, lekin men uchun 20-asrning eng chiroyli gollaridan birini Roberto Carlos urgan. Aynan uning mana shu super golini takrorlash juda ham qiyin. Balki bu yerda Carlos jamoadoshlariga uzatmani amalga oshiraman deb tasodifan super golga mualliflik qilgandir. Lekin men Roberto Carlosni o'yinlarini tomosha qilgan inson sifatida shuni aytishim mumkinki, bu yerda Roberto Carlos katta ehtimol bilan darvoza to'rini nishonga olgan va uning super zarbasi super golga aylanib ketgan. Nima deb o'ylaysiz? Bu gol birinchi o'ringa arziydimi, arzimaydimi? Bu haqida o'zingizni fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Undan tashqari, bizning reytingimizda qaysi gollar qolib ketdi? Bu haqida ham kommentariyalarda yozib qoldirishni unutmang. Qadrli futbol muxlislari, aslini olganda futbol tarixida balki bundan ham chiroyli tarzda urilgan gollar bordir. Balki biz qaysidir super golni unutib qoldirgandirmiz. Aynan mana shu haqida siz kommentariyalarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Nima deb o'ylaysiz? Asrning eng chiroyli gollar nominatsiyasida qaysi gollar qolib ketdi? O'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. O'ylaymizki, tanlangan mavzu va video sizlarga manzur bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.